Assalomu alaykum. Assalomu alaykum azizlar, aziz tojikistonliklar. Har gal Tojikistonga qayerga bo'lsa ham endi baribir xizmatga kelganimda doim xursand bo'lib ketaman, har doim. Sababi xuddiki biz haligi boshqa respublikani odamlari emas, bitta joyda odamlardek tuyuladi-da menga, chunki o'zimizga o'xshagansizlar-da sizlar ham. Men ham sizlarga o'xshagan. Boringlarga shukr, rahmat kattakon sizlarga, har doim rahmat aytaman, har doim ta'zimdaman sizlar uchun. Inshaalloh ko'p yillar mana shunaqangi yaxshiliklarda, xursandchiliklarda xizmatlaringizni qiling. Sababi insonni qadrlagan joyida qadri bo'ladi-da uni. Shunchalik hurmat qilyapsizlar, olqishlayapsizlar, yaxshi ko'ryapsizlar. Hammasi uchun rahmat aytaman sizlarga. Boringlarga shukr. Oldingi safar kelib, hamda maktabda bo'lganda albatta kimlardir bordir, kimlardir safarda bo'lib qolgan. O'shanda ham shu gapni aytdim, maza qildim, rahmat deb ketganman. Yana Alloh nasib qilib mana qarshilarda turibmiz. Ma'murjon do'stim o'sha kuni niyat qiluvdilar, Xudo xolasa ukamni uylantirganimda kelasiz deb. Mana niyatlar ijobat bo'lib, Alloh nasib qilib yana shu yerdamiz. Ukamizga, kelin-kuyovlarga baxt tilayman. Alloh shirindan shakar farzandlar bersin. Baxtlari bekami ko'st bo'lsin. Bular ham Xudo xolasa Alloh shirindan shakar o'g'il qizlar bersa, ularni ham to'ylarini qilib berib bosh bo'lib, o'sha kunlarda ham birgalashib hammamiz ko'rishaylik, diydorlashaylik. Mana o'zlari ham kelibdilar-ku. Mana shunaqangi bir xursandchilik, ya'ni avvalo dadamni qolaversa meni e'zozlaydigan juda ham ko'p muxlislarimiz bor deb yuragim baquvvat bo'lib qaytaman, Xudo xolasa. Yaxshi ko'raman sizlarni. Sog' bo'linglar, boringlarga shukr. Salomat bo'linglar. Ma'murjon. Biroz ichkarida mehmon bo'ldik. Qo'shiqlar eshitilib turdi. Rosa o'yin kulgilar bo'ldi, rosa. Men endi sizlarga chashla aytib bermoqchiman, maylimi? Shuncha muxlis turganda qanday ashula aytmaysan? Maza qilib aytasan-da, maza qilib. O'shuning uchun ham sizlarga ozgina bir yaxshi ko'rgan, sizlar sog'ingan qo'shiqlarni aytib beray. Keyin o'yin kulgilar ham bo'ladi. Bajonidil, hammasini aytaman, Xudo xolasa, hammasini inshaalloh. Unutmaysiz hech qachon Unutmaysiz hech qachon necha yil o'tgan sari omon bo'ling qadrdon omon bo'ling qadrdon dadamning muxlislari hayot ekan beshafqat dilda armon qatma-qat barchangizga ming rahmat dadamning muxlislari dadamning muxlislari
Siz hech qachon necha yil o'tgan sari omon bo'ling qadrdon dadamning muxlislari. Hayot ekan beshafqat, dilda armon qat-maqat. Barchangizga ming rahmat, dadamning muxlislari, dadamning muxlislari, dadamning muxlislari, dadamning muxlislari. Barchangizga ming rahmat, dadamning muxlislari. Dadamning muxlislari, uyingizda to'y bo'lsin. Dadamning muxlislari, dadamning muxlislari, dadamning muxlislari. Barchangizga ming rahmat, dadamning muxlislari. Ko'ngli quchog'idan keng biri yoq